Hey, makiyaj qilish qo'limdan kelmaydi demang, okey? Agar tanalingiz yuzga yaxshi yotmayotgan bo'lsa, birga bir SPF krem aralashtiring. Yuzga lifting effekt berish uchun suyuq highlighterni aynan mana bu yerga suring. Yedirganda ham birdaniga aralashtirib yubormas, avval konsilerni ham birdaniga mana bunday surib yubormang. Avval bu yoqqa va bu yoqqa. Hop. Ana endi baking qilamiz. Pudrani o'rtoqlari birdaniga hamma joyga surib tashlamasdan, oldin burun yoniga, ko'z atrofiga, sochimga ham surilib ketdi. Bu yoqqa, peshonaga, bu yoqqa va mana bunday. Go'zalim, xuddi mandaqa bo'yani olish sizning ham qo'lingizdan keladi. Bunga nisbatan shunchaki sizda ishtiyoq va soqqa bo'lsa bas.